Assalomu alaykum, Kia Buxoroning YouTube'dagi obunachilari. Bugungi mavzumiz Kia K5 modelimiz bilan tanishib o'tamiz. To'liq. Xo'sh, Kia K5 modellarimizni общий 8 ta pozitsiyasi bor. Umumiy 379 million 900 dan boshlanadi, to 539 million 900 gacha. Bulardan 5 tasi 1.5 turbo bo'ladi, 6-chi, 7-chi, 8-chi pozitsiyalari esa 2 turbo bo'ladi. 1.5 turbomizning ot kuchi 170 ta bo'ladi, 2 turboning esa 240 ta bo'ladi ot kuchi. Shahar ichidagi rasxodlari 7-8 litrgacha ichadi. Hozirda bularda rasrochkalar ham davom etmoqda. Boshlang'ich to'lovni eng minimum tushirib qo'yganmiz. 25% boshlang'ich to'lovni to'lab, 5 yilgacha rasrochkaga qarz qilsangiz bo'ladi. Bu ko'rib turganlaringiz Kia K5 modelimizni 5-pozitsiyasi hisoblanadi. 1.5 turboni eng full pozitsiyasi. Bu mashinamizda xo'sh 4 talik LED faralar, oldin orqa partroniklari, 18 saka diskada bo'ladi. Полный panorama. 360 gradus kameralari, slipovoy zonalari, pamять sideniyalari, salon kojini bo'ladi. Полоса удержания, автохолд, беспроводной зарядчик, oldin o'rindiqlarda обогрев обдув, ya'ni isitish sovitishlari bor. Skorsi ham shaybalik bo'ladi. Orqa o'rindiqlarida isitish tizimi ham mavjud. Multimedia upravleniyasi bor. Mashina orqasi ham keng. Endi sizlar bilan K5 modellarimizni rasrochkalari bilan tanishib chiqamiz. Hammasini ko'rsatib hisoblab beraman. Kia K5 modelini birinchi pozitsiyasi 379 million 900 ming so'm bo'ladi. Boshlang'ich 30%, ya'ni 113 million 970 ming so'm to'lasangiz, sizga 0% da 30 oyga foizni chiqarib beradi. Oylik to'lovlari 8 million 864 ming so'mdan chiqadi. Agar boshlang'ich to'lov ma'qul, oylik to'lov balandlik qilsa agar, sizga misol 4 yilga, 3 yilga, 5 yilgacha cho'zib bo'ladi buni. Faqat imtiyozli foizli qilamiz. Boshlang'ich 30% dan 30 oyga foizsiz. Agar sizga oylik to'lov balandlik qilsa, sizga 3 yillik, 4 yilga, 5 yilgacha ligodni, ya'ni imtiyozli foizli qilib hisoblab beramiz. Masalan, 4 yilga yillik 8% bilan oylik to'lovingiz 6 million 492 ming so'mdan chiqadi. 5 yilga ham qilsangiz bo'ladi buni. 5 million 300 dan chiqar ekan oylik to'lovingiz 5 yilga. Siz xohlasangiz 5 yillik qilib olib, 1 yil 2 yil ichida yopib yuborsangiz ham bo'ladi. Faqat shu yopilgan kungacha bo'lgan foiz hisoblanadi. Xo'sh, hozirda Kia K5 modellarimizga 8 ta pozitsiyasiga ham 15% gacha chegirma ketyapti. Naqdga xarid qilsangiz. Chegirma asosida xarid qilgan mijozlarimizga tonirovka, porlik, radiator setka, motor zashtasi, podnomer assistentlargacha qilib beryapmiz. Viloyatdan kelganlar uchun naqd benzinlargacha bonus qilib beryapmiz. Grafiklari, bonuslari qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki-da Vlad Avtositda joylashgan Kia Buxoro avtosaloniga tashrif buyuring. Chiroyli qilib menejerlarimiz hisoblab, chiroyli qilib kuzatib yuborishadi. YouTube sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Like va kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin.